Qo'qon shahrida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ishchi guruhi faoliyat olib bormoqda. Davlatimiz rahbari boshchiligida kuni kecha o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig'ilishida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga tumanlar darajasiga tushib, maishiy va tizimli korrupsiya omillarini chuqur o'rganish, tahlillar asosida aniq choralarni ishlab chiqib, milliy kengashga taqdim etish vazifasi yuklatilgan edi. Bugun Qo'qon shahridagi sog'liqni saqlash, ta'lim tizimi idoralari, kadastr, qurilish, kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi va tijorat banklarida olib borilgan o'rganishlar shahrimizda bu borada mavjud muammo masalalarni hal etishga qaratilgan. Bevosita fuqarolar bilan va mazkur davlat xizmatlaridan foydalanuvchi fuqarolardan tashqari xodimlar jamoasi bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatlar o'tkazilmoqda. Suhbatlar davomida aholini qiynayotgan muammolar, ular duch kelayotgan byurokratik to'siqlar, noqulay holatlar, fuqarolarni qiynayotgan holatlar muhokama qilinmoqda va kelgusida ushbu aniqlanayotgan kamchilik va muammolar tizimni yanada raqamlashtirish, inson omilini kamaytirish va korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqishda inobatga olinadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktorining o'rinbosari, korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini tahlil va monitoring qilish boshqarmasi boshlig'i Mavlyanov Umid Aslidinovich boshchiligidagi ishchi guruhi hamda Farg'ona viloyati korrupsiyaga qarshi kurash hududiy kengashi mutasaddilari hamkorligida joylarda o'tkazilgan o'rganishlar bo'yicha mutasaddi rahbarlarga tegishli ko'rsatmalar va tavsiyalar berildi. Ulug'bek Norboyev, Munisaxon Qambaraliyeva, Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.